إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, darsimizning oxirini davomlashtiramiz. Bugungi darsimizda so'zlamoqchi bo'lgan mazmunlar qo'shimcha qoidalar. Qo'shimcha qoidalar, ya'ni burun so'zlamagan va shuningga aloqador mazmunlarni so'zlaymiz. Birinchi muhim nuqta sakta. Sakta deganimizningki lug'at ma'nosi, ya'ni so'zma-so'z ma'nosi to'xtash, gap qilmaslik degan. Ya'ni to'xtash. Atalg'i ma'nosi qiroat o'qiyotgan chog'imizda, tilovat qilgan chog'imizda nafas olmay to'xtash. Ya'ni nafassiz to'xtashni sakta deymiz. Bu saktaningki Qur'ondagi alomati, ya'ni Qur'ondagi belgisi shu sakta o'rinlarga kichik sin harfiningki kichiklatilgan holati shu sakta o'rinlarga yoziladi. Demak, Qur'on tilovat qilgan chog'imizda qaysi o'rinda kichik sin bo'lgan bo'lsa, shu o'rin saktaning o'rni bo'ladi. Ya'ni nafassiz to'xtashningki o'rni bo'ladi. Bizningki qiroatimiz, ya'ni Hafsiningki rivoyatida, Hafsiningki qiroatida asosan Qur'oni Karimda 4 oyatda sakta bo'ladi. Birinchisi Sura Kahfida, Sura Kahfiningki 1-2 oyatidan keyin o'ttirsida mana masalan mushahada. Masalan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا. demak mushada ولم يجعل له عوجا قيما عوجا قيما عوجا mushada bir ovozni uzib nafas olmay oxirgi oyatga o'tamiz. Ya'ni Qur'oni Karimda Hafsning qiroatiga asosan 4 o'rinda sakta o'rinlari bor. Ya'ni Hafsning qiroatiga asosan 4 o'rinda sakta qilamiz. Buningki birinchisi Sura Kahfiningki 1-2 oyatini o'ttirsida. Masalan, "Va lam yaj'al lahu 'iwaja." Mushada mana qaraydigan bo'lsak, kichik bir sin bor. "Iwaja qayyimal." Demak, mushada "iwaja." Mushada to'xtaymiz, nafas olmay birdam to'xtab o'tgandan keyin, birdam sukut qilib o'tgandan keyin oxirga davomlashtiramiz. Ya'ni oxirini o'qiymiz. Masalan, "Va lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu." "Va lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu." Mush bo'yicha mushahada tiniqsiz, ya'ni nafassiz to'xtab sakta qilib, undan keyin oxirini o'qiymiz. Ikkinchi o'rin Sura Yasinninki mana menga qaraydigan bo'lsak, mushahada sin mim marqadina degan yerda kichik sin yozig'liq. Ya'ni mushahada sakta qilamiz. Qalu ya waylana man ba'athana mim marqadina hadha من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. demak mushahada من مرقدنا هذا مرقدنا هذا. demak mushahada bir sakta qilamiz. Uchinchisi Sura Qiyomat. Waqila man raqa. Waqila man raqa. Bu yerda sakta qilamiz. To'rtinchisi Sura Mutaffifin, ya'ni kalla bal rana. Bal rana.
Demek hafs qiroatiga asosan Qur'oni Karimda shu 4 xil o'rinda sakt qilamiz. İkinci mazmun ravm. İkinci mazmun ravm. Bu ravm deganimiz to'xtash usullarininki birisi. Ya'ni kalimalarda to'xtashninki 3 xil usuli bo'ladi. Birinchisi sakin holatda to'xtash, ikkinchisi ravm usuli bo'yicha bu ish to'xtash, uchinchisi ishmam qilib to'xtash deymiz. Ishmam. Ravm va ishmam bu ikkilisi to'xtash usullarining qatoridan bo'ladi. Unda bo'lsa ravm degandan keyin lug'at ma'nosi ko'zlash. Ya'ni ko'ngliga pukish bo'ldi. Tajvid ilmidagi ma'nosi bo'lsa, to'xtamoqchi bo'lgan tovushni o'zi anglig'idek, bak ching emas. O'zi anglayolg'idek, ammo jiraqdagi odamlar anglayolmag'idek darajada naiti bo'sh ovozda to'xtashni ko'rsatadi. Bo'sh ovozda. Masalan, Maliki yawmiddini. Mushu oyatda biz to'xtamoqchi bo'lsak, ravm usulida to'xtasak, mushada dini degan nun zirliq mushada. Dini. Nun zir ni, ya'ni nun kasra ni. Dini. Degan mushada biz mush kalimada to'xtagan chog'imizda mushu zirninki 3dan 1chilik tovush beramiz. Ya'ni mushada 3dan 1, mushu zirninki 3dan 1ni chiqaramiz. Qilib qolgan 3dan 2 qismini chiqarmaymiz. Masalan, dini bu to'liq holati dini bo'lgan bo'lsa, dini. Dini. Maliki yawmiddini. Maliki yawmiddini. Nasta'inu. Aslisi nasta'inu. Nasta'inu. Mushad pashninki to'liq haqini bilsak, nasta'inu. Biz bu pashninki 3dan 1chilik haqqini ado qilamiz, qog'ni tashlab o'tamiz. Nasta'inu. Nasta'inu. Mushundaq to'xtash. Bu ravm holatida to'xtash kasra, ya'ni zir va pashlik, ya'ni zir va pashlik holatlarda bo'ladi. Ya'ni biz to'xtamoqchi bo'lgan kalimaninki oxiri zirlik va qo'sh zirlik. Pashlik va qo'sh pashlik holatida ravm usuli bo'yicha to'xtashga bo'ladi. Zabarlik va qo'sh zabarlik holatida ravm usuli bo'yicha to'xtashga bo'lmaydi. Masalan, zirlik holatiga bir misol olsak, Maliki yawmiddini. Pashlik holatiga misol olsak, nasta'inu. Nasta'inu. Bu yerda biz madni tashlab o'tamiz. Madni so'zmaymiz. Masalan, Maliki yawmiddin. Manda qilsa xato bo'ladi. Matn tashlab Maliki yawmiddin. Biz bu yerda, ya'ni ikki harakat xuddi ulab o'qigandek. Bu yerdagi qoida ulab o'qigandek tabimat holatida bo'ladi. Ulab o'qigandek. Maliki yawmiddin. Shunda bo'ladi. Nasta'inu. Nasta'inu. Mush shaklda bo'ladi. Unda bo'lsa bu zirlikninki misolini deb o'tdik. Qo'sh zir tanvin holati bo'lsa-mu bo'ladi. Masalan, aw kasayyibin degan kalimada ravm shaklida to'xtamoqchi bo'lsak, tanvinninki birini tashlab o'tamiz. Aw kasayyibi. Aw kasayyibi. Demak, aşağıda tanvinninki, qo'sh zirninki birini tashlab etib, aw kasayyibi qilib, shu bi zirninki 3dan 1chilik haqqini beramiz. Aw kasayyibi. Lekin bani qalqal qilishdan saqlansak bo'ladi. Qalqal qilib qo'yishdan saqlansak bo'ladi. Chunki bu ravm shaklida to'xtagan chaqda qalqal qilmaymiz, harakatni beramiz. Harakatninki to'liq qismini asli holati bo'yicha bamay, ya'ni 3dan 1 qismini ado qilamiz. Shunga o'xshash usulni biz ravm usuli deymiz, ya'ni ravm shaklida to'xtash deymiz. Yana bir xil to'xtash usuli ishmam.
ishmam degandan keyin lug'at ma'nosi puritish degan gap, tajvid ilmidagi ma'nosi to'xtagan chog'imizda bu ishmam shaklidagi to'xtash faqat pashlik va qo'shpashlik holatida bo'ladi. Ya'ni pashlik va qo'shpashlik kalimalarda to'xtashqa bo'ladi. Ya'ni biz to'xtamoqchi bo'lgan kalimaning oxiri pash yoki qo'shpashlik bo'lsa, ishmam shaklida to'xtashqa bo'ladi. Zabar yoki qo'sh zabar, zir yoki qo'sh zir bo'lib qolib qolsa, ishmam shaklida to'xtashqa bo'lmaydi. Faqat bu ishmam shakli pash va qo'shpash mushuning bilan xos bo'ladi. Masalan, nasta'in. Bu to'xtagan chog'imizda diqqat qiladigan masala, ishmam shakli to'xtagan chog'imizda asli biz pashninki og'zimizdagi haqqi og'zimizni ushlaymiz. Masalan, nasta'inu. Nu. Nasta'inu. Og'zimizni ikki lavni oldiga ushlaymiz. Nasta'inu. Alimu masalan. Nasta'inu. ishmam shakli to'xtagan chog'imizda biz nasta'in deb sakinlik nunni ado qilib bo'lgandan keyin og'zimizningki harakati, ya'ni lavna harakati oldiga ushlangan bo'ladi. Ya'ni buni oldimizdagi odam ko'ralaydi, ammo keynimizdagi odam bilinmagidek shaklda bo'ladi. Bu ishmam deganimiz ovozsiz harakat bilan bo'ladigan ovozsiz to'xtash. Ya'ni oldimizdagi odamlar ko'ralaydi og'zimizning harakatini. Masalan, nasta'in og'zimizni oldimizga ushlab keyniga bir yondirib olamiz. Mana bu shu ishmam shaklida to'xtash bo'ladi. Oldimizda bizni ko'rayotgan og'zimizning shaklini ko'rgan odamlar bu ishmam shaklida to'xtabdi deb bilalaydi, ammo keynimizga odamlar bilmaydi. Xuddi biz normal sakinlik holatida to'xtagandek ularga shunda bilindi. Demak, bu ishmamda diqqat qiladigan masala, ishmam faqat va faqat pashlik va qo'shpashlik harakatlarga xos bo'ladi. Qur'onda hamda Qur'oni Karimda mushxil to'xtash belgisida kelgan yana bir o'rin bo'ladi. Bu Sura Yusufning 11-oyatida qalu ya abana ma laka la ta'manna. Mushada ma bu ayrim o'xshamaydigan bir mushada ishmam shakli bor. Qur'oni Karimda mushunga diqqat qilsa qildi. La ta'manna. Bu yerda o'qigan chog'imizda la ta'manna degan kalimada mushu mimning ustiga bir g'ish shaklda bir belgi yozilgan bo'ladi. Bu yerni o'qigan chog'imizda biz nunning g'unnasini chiqarish jarayonida, mana bu yerdagi nun tashdidli nun bor, bu yerda nunning g'unnasini chiqarish jarayonida og'zimizni ushlaymiz. Ya'ni g'unna jarayonida ikki lav oldiga suzilgan bo'ladi. La ta'manna, la ta'manna, manna. Bu shaklda bo'ladi. Demak, baya degandek bu ishmam harakat bilan, lavning harakati bilan bo'ladi, ovozsiz bo'ladi. Ya'ni keynimizga odamlar bizni ko'rmayotgan, og'zimizni qarmagan odamlar bu yerdagi ishmam qilayotgan ya qimmatligimizni sezanmagidek darajada bo'ladi. La ta'manna, manna. Shunday bo'ladi. Shu oyatdagi o'shadagi ishmamni shu shaklda qilamiz. Amsa bu ishmamningki qiladigan o'rin va ishmam qilinmaydigan o'rinlarmi bo'ladi. Ishmam qilinmaydigan ahvollar o'sha tuvandagidek, masalan, qo'shimcha harakat bo'lgan chog'da ishmam qilmaymiz. Ulab o'qilgan chog'dagi ko'plikning mim bo'lgan chog'da ishmam qilmaymiz. Ha shaklda yozilgan ayollikning ta'si bo'lgan chog'da ishmam qilmaymiz. Unda bo'lsa, qarindoshlar, kishilik almash haninki ravm va ishmam qilinib o'qilishiga qarashlar tuvandagi jadvaldagidek bo'ladi. Ammo shu jadvalni
o'zinglar shu jadvaldagi shaklda bo'yicha ko'rib olsangiz bo'ladi. 4-mazmun imala. Bu Qur'oni Karimda Hafs qiroatiga asosan Sura Hudning 11-oyatida bir oyat bor. Mushada imala qilamiz. Ya'ni va qala irkabu fiha bismillahi majriha. Mushada mayada bir belgi bor, mushada g'ish shaklda belgi. Majriha. Majriha. Buni biz imala deganimiz bu yerdagi harakatni ya bilan zabarninki o'tirisida talaffuz qilishni imala deymiz. Masalan, majraha emas yoki bo'lmasa majraha emas. Majriha desakmi xato. Majriha ri majriha va mursaha. Mush shaklda talaffuz qilamiz. Ya'ni bu zabarni biz mushadiki zabarni zilg'i moyil, ya'ni zirg'i moyil talaffuz qilamiz. Mushadiki zabarni zirg'i moyil talaffuz qilamiz. Unda bo'lsa yana bir 5-muhim nuqta nun qutni deymiz. Bu nun qutni deganimiz qo'sh harakatlik harflardan keyin ulaq hamza, ya'ni hamzatul vasl kelib qolgan chaqda mushadiki qo'sh harakat, ya'ni tanvin bo'ladi. Tanvindagi sakinlik nunni biz sakinlik nunga harakat berib o'qiymiz. Ya'ni mushada Sura Hudning 42-oyatida misol ko'rsatilgan va nada nuhun ibnahu nuhun. Asli mayada nuhun desak mayada qo'sh pash va bu yerda nuhun degan ekan mushada bir tanvinda sakinlik nun bo'ladi. Shu sakinlik nunni biz kasraga o'zgartib, ama shu ulaq hamza bo'lganligi uchun keyinda kasra, ya'ni zirga qo'shib o'qiymiz. Nuhu nibnahu. Demak, mushunadek tanvinning keyindan ulaq hamza kelgan chaqda nunni, sakinlik nunni harakatlantirib o'qish nun qutni deb ataladi. Nun qutni. Masalan, Sura Hudning 42-oyatida va nada nuhun ibnahu va nada nuhun ibnahu. Mushunga o'xshash bo'ladi. 6-mazmun sod va sin harflarininki alohida ahvollari. Masalan, bu oyatga qaraydigan bo'lsak, misolga va yabsutu deydigan oyatlarni ko'ramiz. Bu yerda sodning ustiga bir kichik bir sin yozilib qoladi. Ba'zida sodning tagiga bir kichik bir sin belgilari yozilib qoladi. Bu shunday ahvollarni uchratamiz. Bundaq ahvolda qanday o'qiymiz desanglar, masalan, va yabsutu ilayhi, va yabsutu va ilayhi degan kalimada masalan sodning ustiga sin belgisi qo'yildi. Biz sin qilib o'qiymiz. Bu sodni sin qilib o'qiymiz. Demak, ustidagi harf nim bo'lgan bo'lsa, shu harfga amal qilib o'qiymiz. Va yabsutu sin bilan o'qiymiz. Yana birisi basta degan misha qaraydigan bo'lsak, yana bir sod keldi. Sodning tepsida yana bir kichik bir sin bor. Bu yerda biz sodga amal qilmay, ustiga yozig'liq singa amal qilib o'qiymiz. Basta. Ikkinchi mana bu tuvandagi oyatda amhumul musaytirun degan oyatda bu sin tagiga yozildi. Bunda chaqdimi biz tagiga yozilganga amal qilmaymiz. Ustiga yozilganga amal qilamiz. Musaytirun. Demak, mushunadek yana bir misol lasta alayhim bimusaytir. Demak, bu sod bilan sin o'tirisidagi ahvollarda sod bilan sin ustiga qaysi harf yozilgan bo'lsa, shunga amal qilamiz. Astidagi harfga amal qilmaymiz. Masalan,
musaytirun degan yerda biz ostidagi sod, ustidagi sin bunga amal qilmaymiz. Lasta alayhim bimusaytir deganda ashada soddan tekka bir kichik bir sin yozilib. Bu chaqdimi biz tegdagi amal qilmaymiz, tubidagi harfga amal qilib o'qiymiz. 7-chi muhim mazmun 7 alif. Qur'oni Karimda mashhur 7 alif bo'ladi. Bu 7 alif shu alifda, ya'ni to'xtagan chaqimizda amal qilamiz, to'xtamay ulab o'qigan chaqimizda amal qilmaymiz. Ya'ni bu 7 alif to'xtagan chaqda o'qiladi, to'xtamay ulab o'qigan chaqda, ya'ni keyingi harflar bilan ulab o'qigan chaqimizda bu alifga amal qilmaymiz. Mushundaq alifdan 7 alif bor. Bu alif birinchisi Qur'oni Karimdagi barliq, ya'ni ana degan kalimaning hammasida yoziqda ana degandek bir yoziqda bir nunning keyinda bir alif bor. Amaliyotda bu nunning keyindagi alifga amal qilmaymiz. Bu alifning tubisiga bir dugulak belgi qo'yilgan bo'ladi. Yana birisi Sura Kahfning 38-oyati lakinna. To'xtagan chaqimizda biz bu yerda lakinna deb to'xtaymiz, ammo ulab bo'lgan chaqimizda lakinna alif chiqib qoladi, o'xshashlar. Yana birisi az-zununa o'xshashlar. Bu yerdagi aliflar, undan keyin ar-rasula, sabila, Ahzab surasining 66-oyati as-sabila, undan keyin salasila, sura insonda salasila. Mushadimi? To'xtab o'qigan chaqda amal qilamiz. Salasila. Inson surasining 10-oyati qawarira. To'xtagan chaqda alifga amal qilamiz. Ulab o'qigan chaqimizda bu aliflar chiqib qoladi. Qawarira. Endi mana bir askartish sura insonning 4-oyatidagi salasila degan bu yerda amal qilsak bo'ladi. To'xtagan chaqimizda salasila deb alifni amal qilib o'qisak bo'ladi. Amal qilmasakmi durust bo'laveradi. Qur'oni Karimdagi 7 alifninki o'qilishi mana shunday bo'ladi. Ya'ni bu 7 alif mush aliflarda to'xtagan chaqimizda amal qilamiz, to'xtamagan chaqimizda, ya'ni ulab o'qigan chaqimizda tushib qoladi. 8-chi muhim mazmun nabr. Nabrning lug'at ma'nosi vaqirash bo'ladi. Ovoz ilmidagi, ya'ni ovoz ilmidagi, lug'at tajvid ilmidagi atalg'i ma'nosi so'zningki ma'lum bir bo'lakini yoki harfni qayshidagi harflarga qaraganda azroq yuqori ovoz bilan talaffuz qilish. Ya'ni azroq harflarga besim qilish degan gap bo'ladi bu. Nabr deganimiz bu nabr qilingan o'rinlar tuvandagidek bo'ladi. Birinchisi tashdidlik harflarni to'xtagan chaqda sal besim bilan to'xtaymiz. Masalan, mayad al-hay degan chaqimizda ya shaddilik. Bu shaddilik harflar to'xtagan chaqimizda biz nabr qilamiz. Ya'ni azroq besim bilan to'xtaymiz. Masalan, al-hay bil haqq mustaqar azroq besim bilan to'xtaymiz. Demak, nabr qiladigan o'rinlarning birinchisi tashdidlik harflarda to'xtagan chaqimizda. Ikkinchisi tashdidlik vav yoki yani talaffuz qilgan chaqimizda. Masalan, tashdidlik vav va yoki ya. Vav bilan ya ikki harf tashdidlik kelgan chaqimizda mushadimi nabr qilamiz. Masalan, al-quwwa bayyina sharqiyya iyyaka emas iyyaka degandek mushunda vav bilan ya mush ikki harf shaddilik, ya'ni tashdidlik kelgan chaqda nabr qilamiz. Uchinchisi mad harfdan keyin, ya'ni mad harfdan keyin tashdidlik harfga yo'tkalgan chaqimizda. Masalan, bu asosan mad lozimda uchraydi, ya'ni izchil mad. Izchil madningki kalimi, mad lozim kalimi qismida uchraydi. Dabba
degandek masalan mad harfi mishada alif mad harfi shundaymi? Mad harfining keyinda shaddir kelib keldi. Demak, mad harflarning keyinda shaddir harfga yo'tkelgan chog'imizda biz nabr bilan yo'tkelamiz. Dabba veladdallin. Mana shunga o'xshash. Al-haqqa degandek shunday o'rinlarda nabr qilamiz. To'rtinchisi oldida mad yoki lin harf bo'lgan hamzada to'xtagan chog'imizda. Ya'ni bir kalima va u kalimaning eng oxirgi harfi hamza. Oldidagi harf mad harfi yoki lin harfi. Ama shunda hamzada to'xtagan chog'imizda o'sha yerda nabr bilan to'xtaymiz. Masalan, was-samaa su Moşanodek vaci su degandek moşunda o'rinlarda to'xtagan chog'imizda nabr qilamiz. Nabr qildigan o'rindan keyin 5-inchisi ikkilik alifdan keyin harakatsiz alif kelgan chog'da yana biz nabr qilamiz. Masalan, vastabaqa desak, mishada qafning keyindagi alif bu ikkilikning alifi. Ya'ni ikkilikka dalolat qiladigan alif bo'ladi. Bu alifning keyinden yana harakatsiz harf keldi. Harakatsiz harf. Mushunda kelimelarni jug'lab o'qigan chog'imizda biz nabr bilan o'qiymiz. Masalan, vastabaqal baba. Vastabaqal. Demak, bu yerda ikki sokinlik harf jug'lishib keldi deymiz. Ikki sokinlik harf mushunda jug'lishib kelgan chog'da biz vastabaqal baba nabr bilan o'qiymiz. Yana birga falamma zaqash shajarata. Asmayada zaqa bir alif va mayada ikkilikning alifi. Keyin yana harakatsiz harf keldi. Demak, buni ulab o'qigan chog'imizda nabr bilan zaqash shajarata. Zaqash shajarata. Shunda nabr bilan o'qiymiz. Unda bo'lsa 9-muhim mazmun mutashabih oyatlarga aloqador mazmun bo'lib, Qur'oni Karim hammamizga ma'lum bo'lgandek 114 sura bo'ladi. Ya'ni Qur'oni Karim 114 suradan tarkib topgan. Buning ichida 29 sura mutashabih oyatlar bilan boshlangan. Ya'ni harflar bilan alif lam mim. Masalan, sura Baqara harflar bilan boshlandi. Masalan, sad, nun, qaf degandek mutashabih oyatlar bilan boshlangan suralar bor. Mana shunga o'xshash harflar mutashabih oyatlarni yig'inchoqlab biz tuvandagi jumlaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Ya'ni silhu suhayran man qata'aka yoki bo'lmasa sahha tariqaka ma'as sunnah degandek mush jumlaga yig'inchoqlab olsak bo'ladi. Bu harflar 3 qismga bo'lindi. Faqat so'zilmaydigan, ya'ni mad bo'lmaydigan harflar, 2 harakat miqdorida so'zilgan harflar, 6 harakat miqdorida so'zilgan harflar deb 3 xil bo'ladi. Masalan, bu harflarning ichida alif, masalan, alif lam mim desak alif. Buningda mad yo'q, so'zmaymiz. So'zib o'qilmaydi, ya'ni so'zilmaydigan harflarning qatorida alif. 2 harakat miqdorida so'ziladigan harflarni biz yig'inchoqlab hayyun tahur degan so'zga yig'inchoqlaymiz. Ya'ni ha, ya, ta, ha, ra. Mush 5 harf 2 harakat miqdorida so'zildi. Masalan, taha degandek, masalan, alif lam ra degandiki ra mo 2 harakat miqdorida so'ziladi. Shunga bu hayyun tahur degandiki mush 5 harf 2 harakat miqdorida so'zilgan harflar. Qilib qolgani, ya'ni naqasa asalukum degandiki nun, qof, sad, ayn, sin, lam, kaf, mim dan iborat qilib qolgan harflar 6 harakat miqdorida so'ziladi. Bu mad lozim, ya'ni izchil mad bo'ladi. Mutashabih oyatlar bilan boshlangan, ya'ni harflar bilan boshlangan suralarningki rad tartibi, ya'ni shu oyatlar
ninki tafsili ahvoli tuvandagi jadvalda ko'rsatilgan. Buni o'quvchi qarindoshlar shu bo'yicha o'zingni ko'rib foydalanib olsanglar bo'ladi. Yana bir yangi mazmun tilovat sajdasi. Tilovat sajdasi. Ya'ni tilovat sajdasi deganimiz har qanday bir mu'min musulmon kishiningki Qur'oni Karimni tilovat qilgan chog'ida Qur'oni Karimda xos sajda oyatlari bo'ladi. Bu sajda oyatlarini anglagan chog'da yoki o'zi o'qigan chog'da qilinadigan sajdani biz tilovat sajdasi deymiz. Qur'oni Karimda 14 o'rinda sajda o'rinlari bo'ladi. Sajda oyatlarda, ya'ni shu sajda qilinadigan o'rinlarda mana shu tuvandagidek mana shu qo'shlardan ichiga ilingan shu shakl, ya'ni ma'rabningki shakli tushirilgan bir belgi bo'ladi. Shu o'rin sajda oyatidagi sajda qilinadigan o'ringa vakillik qiladi. Biz shu Qur'on tilovat qilgan chog'imizda shu sajda belgisiga diqqat qilib o'qisak, sajda oyatini o'qigan yoki anglaganda sajda qilishimiz vojib bo'ladi. Unda bo'lsa Qur'ondagi sajda oyatlari tuvandagidek bo'ladi. Sajda oyatlarini har birisini Qur'oni Karimdagi sajda oyatlarini bayon qilamiz. Birinchisi sura A'rafniki 206-oyati: Innallazina 'inda robbika la yastakbiruna an ibadatihi va yusabbihunahu va lahu yasjudun. Ikkinchisi sura Ra'dniki 15-oyati: Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Demak, mana bu yerda misol qaraydigan bo'lsak, ma'rab shaklida bir belgi qo'yilgan bo'ladi. Shu belgini ko'rgandan keyin biz sajda qilamiz. 3-o'rin sura Nahlniki 49-oyati, 4-si sura Isro 107-oyat, sura Maryamning 58-oyati, sura Furqon 60-oyat, sura Hajniki 18-oyati, sura Namlniki 25-oyati, sura Sajda 15-oyat, sura Sad 24-oyat, sura Najmniki 62-oyati, sura Inshiqoq 21-oyat, sura Furqon 60-oyat, sura Alaqniki 19-oyat. Demak, shu 14 o'rinda sajda oyatlari bor. Bu sajda oyatlarini o'qigan chog'da va yoki anglagan chog'imizda biz sajda qilishimiz vojib bo'ladi. Amsa tilovat sajdasi dedik. Ya'ni shu sajda oyatlarini anglagan va yoki o'qigan chog'imizda qilinadigan sajdani biz tilovat sajdasi dedik. Sajda oyatini qanday qilamiz? Ya'ni sajda oyatini anglagan chog'da tilovat sajdasini qanday qilamiz? Buni kayfiyat qanday bo'ldi desanglar, xuddi biz namozga sajda qilgan shaklimizda Allohu akbar deblam bir qatim sajda qilamiz, ikki qatim qilmaymiz. Bir qatim sajda qilamiz. Bu sajdada subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal a'la deb 3 qatim deymiz. 3 qatim. Undan keyin bir qatim bu 3 qatim deb bo'lgandan keyin Allohu akbar deb qo'yamiz. Shuning bilan tamom bo'ladi. Ikkinchi qatim sajda qilmaymiz. Bir sajda bilan tamom bo'lgan bo'ladi. Tilovat sajdasi qilgan chaqda diqqat qilgan masala buningga tahoratlik, ya'ni tahorati bor kishilar shu hamon darhol sajda qilsak bo'ladi. Mayli o'qiylik, mayli o'zimiz anglagan bo'laylik. Sajda oyatini anglagan yoki o'qigan hamon sajdaga bosh qo'yamiz. Agar tahoratsiz bo'lib qolsak yoki safar ustida bo'lib qolib qolsak, keyin tahorat olgandan keyin yoki bo'lmasa munosib vaqt fursat topgandan keyin sajda tilovat sajdasini shu chaqda to'liqlab qilib o'tamiz. Darsimiz shunday oxirlashdi. Keyingi darslarimizni ko'rishimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.